Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Assalomu alaykum muhtaram ahli islom. Alloh taoloning hurmatli mehmonlari. Mana bugun Allohning rahmati nozil bo'lib, Ramazoni sharif oyining oxirgi 10 kunligida o'tarar ekanmiz. Allohning roziligi uchun tutayotgan ro'zalarni Parvardigorimiz kamchilik va nuqsonlarsiz o'zining cheksiz rahmati ila qabul aylasin va barchamizni o'ziga ibodat qiladigan bandalardan bo'lishimizni nasib aylasin. Janobi payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilingan hadislarning birida, agar meni ummatim Ramazondagi bor fazilatlarni bilganida edi, yil 12 oy roza bo'lsa qaniydi deb so'ragan bo'lar edi deya marhamat qiladi. Yana boshqa bir hadisda esa, qaysiki bir ummatim Ramazonni kelishini xursandchilik bilan kutib, oxirgi kunlarini mag'zunlik bilan kuzatadigan bo'lsa, Allohning dargohida unga o'ziga xos daraja va namoyi amaliga savob bitiladi deya bashorat qilganlar. Mana muhtaram azizlar, Ramazonni ulamolar 3 ta 10 kunlikka bo'lishgan bo'lsa, birinchi daha, birinchi 10 kunlik rahmat dahasi, ikkinchi dahamiz mag'firat dahasi va oxirgi 3-chi, hozir siz bilan men guvoh bo'lib turgan daha itqum minan nizon, ya'ni do'zaxdan ozod bo'lish dahasida turibmiz. Ya'ni qaysidir bandaga Allohning rahmati bo'lsa, qaysidir banda Allohning rahmatiga noil bo'lsa, gunohlari mag'firat qilinib, gunohi mag'firat qilingan odam do'zaxdan ozod bo'lib, jannatiylar qatoriga qo'shiladigan ulug' bir fazilatli kunlarda turibmiz. Endi mana shu Ramazonning 3-10 kunligi qanaqa 10 kunlik? Hozir siz bilan men yetib turgan shu kunning nima fazilati bor? Bu kunlarda Janobi payg'ambarimiz qanaqa ibodatlar qilganlar? Mana hozir siz bilan men yetib turgan shu 3-10 kunlik Allohning nazdida savobi ulug' bo'lgan, darajasi afzal bo'lgan ulug' kundir azizlar. Rasululloh Ramazonning 3-10 kunligida e'tikofda o'tirar ekanlar, ibodatga keng rivoj bergan ekanlar. Ahli bayt, ahli farzandlarini bedor qilib, kechalari ibodatda bo'lar ekanlar. Qur'onni boshidan oxirgacha Jibril alayhissalomga xatm qilib o'tkazadigan, ibodatga keng rivoj beradigan paytlari ayni mana shu Ramazonni 3-10 kunligida bo'lib o'tar ekan. Endi bu 3-10 kunligining ichida nima yashiringan? Zotan bu savolga Alloh taoloning o'zi muborak Qur'onda xabarini berib qo'yibdiki, Qadr kechasi bor. Bu muborak kecha, muhtaram birodarlar, siz bilan menga 2 xil ma'noni anglatar ekan. Qadr deb darajasi ulug' bo'lganlik, qadrlik bo'lgan, 1000 oydan afzal bo'lgan kechaga qadrli kecha deyilsa, ikkinchi ma'nosi taqdir kechasi. Ya'ni o'sha kuni Laylatul Qadr kechasi. Lahful mahfuzdan insonni taqdirini yozish uchun farishtalar kelasi Qadr kechasigacha boshimizga qanaqa kunlar tushadi? Kimni rizqini Alloh keng qiladi, kimnikini tor qiladi? Kelasi Qadrgachon kim bor, kim yo'q, taqdirimizni bitadigan kun bo'lar ekan. Insonni taqdirini belgilaydigan kun bo'lgani uchun taqdir kechasi va qadrli kecha deyilar ekan. Bu kechani Alloh taolo kalomi Qur'onda maqtab, Auzu billahi minash shaytonir rojim.
İnna anzalnahu fi laylatil qadri ve ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadri hayrun min alfi shahr. Tenezzalul melâiketi ve ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Selamun hiyye hatta matla'il fajr. İnna anzalnahu fi laylatil qadri. Albatta biz o Qur'onni Qadr kechasida nozil qildik. Va ma adraka ma laylatul qadr. Nima deb tushunasiz Qadr kunini? Bu qanaqa kecha? Nima bor bunda? Laylatul qadri hayrun min alfi shahr. Laylatul Qadr kechasi 1000 oydan ham afzal kecha. Boshqa oylarda, boshqa kunlarda qilingan ibodatga bitta savob yozilsa, aynan mana shu kunda qilingan ibodatlarning savobi Allohning dargohida juda ham cheksiz bo'ladigan kecha. Tanazzalul malaikati va ruhu. Shu kechada farishtalar va ruhlar yerga tushadi va ibodatda yonimizda turib, duolarda amin deb qo'shilishar ekan. Tanazzalul malaikati va ruhu fiha biizni robbihim min kulli amr. Allohning amrini bajaradilar. Salamun hiyya hatta matla'il fajr. Tonggacha bedor bo'lib, ibodatda bo'lgan, itoatda bo'lgan, Allohning zikrida bo'lgan bandalarga Allohning rahmati bo'lsin, Allohning salomi bo'lsin deya marhamat qilinadi. Endi muhtaram birodarlar, mashhur sahobalardan Salman Farsi degan bir sahoba Janobi Rasulullohning yonlariga kelib, "Ya Allohning rasuli, sizga bir savolim bor" dedi. "Nima savoling bor?" dedi Rasululloh. "Mardikor xo'jayinining xizmatini ado etsa, xizmat nihoyasiga yetgandan keyin rozi qilish kerakmi, yo'qmi?" dedilar. Shunda Janobi Rasululloh biroz sukut qilgandan keyin, "Mardikor xizmatni qilgandan keyin rozi qilish kerak" dedilar. "Men yurtimdan kechib, otamdan, onamdan, bolalarimdan kechib, sizni yoningizga kelib, musofirchilikni bo'ynimga olib, ko'p jihad g'azotlarda islomni nusrati uchun yoningizda turib xizmatingizni ado qildim. Endi bugun xizmat nihoyasiga yetdi. Meni rozi qilsangiz-u, men ketsam" dedilar. Shunda Janobi Rasululloh: "Ey Salmon, nima bilan rozi bo'lasiz? Nima qilsam rozi bo'lasiz?" deganlarida, "Menga dunyoni ziynati kerak emas. Menga dunyoni javohiri kerak emas. Qadr kechasini qachon bo'lishini aniq aytsangiz, men rozi bo'lib chiqib ketaman" dedilar. Shunda Janobi Rasululloh aytgan ekanlarki, "Agar Qadr kechasini savobidan umid qilsang, Ramazon oyining 3-10 kunligidan qidirgin" degan ekanlar. Shunda tog' kunlaridanmi yo juft kunlaridanmi deganlarida, tog' kunlaridan deb Janobi payg'ambarimiz javob bergan ekanlar. Endi mashhur hadislarda birodarlar, 26-kechadan 27-kechaga o'tar kechasi Qadr kechasi deyiladi. Bunga dalillar ko'proq kelgan. Misol uchun, bu yil ham Qadr kechasi 26-dan 27-ga o'tar kechasi bo'ladi deya ba'zi manbalarda hozirdanoq xabar berishmoqda. Vallohi alam birodarlar. Zotan bizda muftiy hazratlarimiz bor. Inshaalloh o'sha kun aniq bo'lsa, hazrat xalqimizga e'lon qilib beradi. Lekin Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarini ro'za bobiga bag'ishlangan hadis va hayot deb nomlangan kitoblarida ta'kid qilganlarki, Janobi Rasulullohdan kelgan hadislarda Ramazonning 21-kuni, 23-kuni, 25-kuni, 27-kuni, 29-kunlarini hammasi Qadr kechasi deb xabar berilgan. Rasululloh e'tikofda o'tirgan paytlarida tush ko'rgan ekanlar. Tushlarida Qadr kechasi bo'ladigan kun men loyga sajda qilgan ekanman.
Mana shu ish Qadr kechasidan bo'ladigan alomatdan ekan deb e'tikofda o'tirgan paytlarida odamlarga aytgan ekanlar. Va kunlarning birida yomg'ir yog'ib, masjidni tomi xurmo shoxlari bilan berkitilgan holatda chakka o'tib, Rasululloh bomdod namoziga sajda qilgan paytlarida peshonasi va burunlarining uchlariga loy tekkan ekan. O'sha ko'rgan tushlari shunga to'g'ri kelgan ekanki, biz bilsak bu Ramazonning 21-kuni ekan. Mana shunga ham taxmin qilgan odamlar bo'lgan ekan, birodarlar. Nega endi Qadr kechasi Ramazonni aniq kuniga aytilmagan? Buni nima hikmati bor deyilsa, buni hikmatini Alloh berkitgan ekanki, bandalarim g'aflatda qolmasdan oxirgi jami 10 kunlikni ibodatda o'tkazsin. Har bir 10 kunlik o'ziga xos fazilatga ega, har bir 10 kunlikni savobi ulug' bo'lishini nazarda tutib, bu Qadr kechasini qachon bo'lishligi aniq aytilmagan ekan. Bahor kunlarida birodarlar, Abru Nayson degan bir bulut yomg'ir yog'dirar ekan. Abru Nayson buluti yomg'ir yog'dirgan paytda qisqa muddatda yog'ib o'tadigan yomg'ir ekan. Bu yomg'ir dengizlarni sho'r suvlarini ham kesib o'tar ekan. Yil bo'yi chig'anoqlar og'zini ochib, daryoni tagida kutar ekan shu yomg'irni yog'ishini. Shu yomg'irni tomchisi qaysi bir chig'anoqning og'ziga tushsa, chig'anoq berkilar ekan u o'sha yomg'irni tomchisi durga aylanar ekan. G'avvoslar jonini garovga qo'yib, daryoni tubidan o'sha durni olib chiqishar ekan. Odamlarning nazaridan eng pastda yotgan narsa insonni bo'yniga ziynat bo'lar ekan. Ramazonning Qadr kechasi ham muhtaram birodarlar, xuddi mana shu Abru Nayson yomg'iriday bir ne'mat ekan. Qaysi bir bandani o'sha kuni ibodati maqbul bo'lsa, duosi qabul bo'ladigan bo'lsa, xuddi insonlarning bo'yniga dur qandoq ziynat bo'lsa, o'sha banda jannatning ziynatiga aylanadi deya xabar berilgan ekan muhtaram birodarlar. Aquli qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va ma barakatuhu.